Farzandim ona sutiga to'ymayapti. Qo'shimcha bo'tqa berishga shoshilmang. Ona sutini ko'paytiradigan, quvvat bo'ladigan zafaroli shirchoy retseptini o'rgataman. Idishga 1,5 stakan filtrlangan suv solib, zafaroli qora choydan 2 donasini solamiz. Suv qaynagandan keyin yodlangan buyrak va o't qopiga foydali tabiiy osh tuzdan yarim choy qoshiq solib, ketidan zafaroli novvot solamiz. Shirasi xohishingizga qarab, men 2 bo'les soldim. Zafaroli novvoti foydalari kamqonlikni oldini oladi va laktatsiyani yaxshilaydi. Shirchoyni aralashtirib, ketidan 2 stakan sut solamiz. Xuddi shu ko'rinishda aralashtirib turamiz. Olovni past qilib 5 daqiqaga qaynatamiz. Shirchoy tayyor bo'lguncha zafaron mahsulotlari bilan tanishtiraman. Zafaron solingan qora choy va ko'k choy qon bosimini me'yorlashtiradi. Zafaron tuzi yodlangan buyrak va o't qopida tuz va tosh to'planishini oldini oladi. Tabiiy osh tuzi. Zafaroli tabiiy shifobaxsh asal organizmni quvvatlaydi, tinchlantiradi, xotirani yaxshilaydi, immunitetni ko'tarib, jigarni toksinlardan tozalaydi. Zafaron shafran kamqonlikni, asabiylikni, xotira pasayishini oldini olib, uyquni me'yorga keltirib quvvat beradi. Kundalik hayotimda iste'mol qilib, natijasini sezib, sizga ham tavsiya qilaman. Haftada 3 marta mahsulotlardan asal choy, novvot choy shirchoy qilib oilamiz bilan nonushta qilamiz. Me'yordan oshirmasdan kun davomida oz miqdorda iste'mol qilishingizni tavsiya qilaman. Zafaron mahsulotlarini rasmiy sahifalaridan yoki o'zim market orqali buyurtma qilsangiz bo'ladi.